Holland uzoq yillik soch turmagini o'zgartirdi, reaksiyalarni ko'ramiz. Nima deysan? Nima balo qilding, ey? Xudo, nima balo bu? Nima garovda yutqizib qo'ydingmi? Xudo, meni blokla va umuman nomerimni o'chirib tashla. Hatto meni rafiqam ham seni jinni deyapti. Men to'g'risini aytaman, har doim to'g'risini aytib kelganman. Nima endi yanada tezroq yuguradigan bo'lasanmi? Shundan umid qilaman. Zlatan menga nima deganini bilasanmi? U menga sochingni hech qachon oldirma, sening kuching sochingda degan. Yo'q-e. Men nima ham qila olaman? Uni eshitishim kerak-ku. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Sen omading bor ekan, soching bor, menda ham bo'lishini xohlardim. Pep futbol tomosha qilyapsanmi? Ha, men bu yerda ozroq kitob o'qidim, Brentford va Tottenham o'rtasidagi o'yinni tomosha qilyapman. Sochim yoqdimi? Ha, yaxshi. Meni eshit. Agar yangi soch turmaging yoqmagan bo'lsa, xavotir olma, tez orada o'sadi. Pep, katta rahmat, seni yaxshi ko'raman. Xo'p, yigitlar, shunaqa gaplar. Yangi soch turmagim yoqdimi, yo'qmi? Albatta yozib qoldiring. Afsuslanishim kerakmi? Yo'q. Afsuslanish yo'q. Hech qachon. Lekin eslab qoling. Vikinglar sochlarni har doim kalta oldirib yurish. Hammaga tinchlik, like bosib tashlang. Yanada ko'proq xabarlarni bilish uchun Futbol dunyosi kanaliga obuna bo'ling.